Tasavvur qiling, darvozaxonangiz oldida mana shunaqa chiroyli sport kartga o'xshagan Gak Ayon Hyper GT turgan bo'lsa, yili ham 2023-yil, probegi 15,000 kilometr. Kraskalari top-toza deyaptilar, bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Qayerdan topyapmiz bunaqa mashinalarni? Ko'ryapsizmi? Eshiklar ham вообще tepaga ochiladi, knopkani panorama tom deysizmi? Umuman Xitoy mashinalarini hamma funksiyalarni tiqib yuborishyapti. Mashina juda ham ideal holatda ekan. Narxini ham cho'tka shokolad variantga tushirib qo'ydik. Xuddi sport karlarni ko'rinishini beryapti. Rangini kommentariyada bilganlar qoldirib qo'yasizlar. Rangi ham juda ham neobычный. Bu Hyper GT'ni narxini egalari bilan talashib, tortishib 25,900 ga tushirib qo'ydik. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Neobычный sport karlarning ko'rinishini beradi. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib yubormasligi uchun inomarka namoyishiga a'zo bo'lib, like bosib, shunaqa neobычный inomarka qilgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Mashinaning eshigini ochilishini qarang. Bitta knopka bossangiz shundoq tepaga ko'tarilib berar ekan-u. Yopilishini ham ko'rsatib beraymi? Yopilishiga bitta knopkani bossangiz o'zi yopilib berar ekan-u. O'rindiqlar keladigan bo'lsangiz, abdufi, abagrafi masalalarigacha bor ekan akalar. Bitta like bosib qo'ying shu joyga.